Assalomu alaykum. Chevrolet Malibu XL bilan tanishish uchun yetib keldik. Bu bilan birgalikda Chevrolet Malibu Premier komplektatsiyasida ikkalasini yonma-yon qo'yib solishtirib, bularda nima farqlar borligini to'laligicha tushuntirib berishga harakat qilaman. Ushbu Malibu avtomobili bilamizki, shu paytgacha bizga O'zbekistonga Janubiy Koreyani GM Koreya kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan va 2022-yil oxirida GM Koreya ushbu avtomobilni ishlab chiqarishni to'xtatgandan so'ng hozir endi 23-yildan boshlab O'zbekiston UzAuto Motors GM China, ya'ni Xitoydagi General Motors bilan birgalikda ushbu avtomobil sotuvini yo'lga qo'ymoqchi. Xitoyda ushbu avtomobil Malibu XL deb nomlanadi. Shuning uchun ham bizga sotuvga keladigan avtomobil Malibu XL nomi bilan sotuvga chiqadi. XL so'zi nimani bildiradi? 2016-yilda ushbu Malibuimiz 8-avlod Malibu, ya'ni bizning xalqimiz tilida bizga tanish bo'lgan birinchi Malibu 1 deb o'sha hamma biladigan Malibu bilan birgalikda parallelni sotuvga chiqqan Xitoyda. Malibu 1 sotuvi yaxshi bo'lgani uchun, talab bo'lganligi uchun uni продажадан olib tashlamasdan uni shunchalik restyling qilib sotuvda qoldirishgan. Va 2016-yilda ushbu avtomobil bozorga kirib borganda ulardagi o'sha nomidagi tushunmovchilikni oldini olish uchun va ushbu avtomobil bundan oldingi Malibudan, Malibu 1dan uzun va enliroq bo'lgani uchun, kattaroq bo'lgani uchun bunga extra large yoki XL deb qo'shimcha nom berishgan. Xo'p, ushbu ko'rib turgan avtomobillar Redline komplektatsiyada. Redline'ni oddiy pozitsiyadan farqlari o'sha barcha xrom detallari, deyarli barcha xrom detallari qora glyansiy qilingan. Faqatgina mana emblemadan tashqari old tarafida agar umumiy ikkalasini solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, shu bitta dona farqi, mana shu oldini rishotkasi, bunda qora glyansiy, bunda xrom. Undan tashqari, hozir mana bu nomer qo'yadigan podstavkasini ko'rayotgan bo'lsangiz, katta Xitoy nomeriga moslashtirilgan. Bu yoqda ko'rayotganimiz bu ingichkaroq. Bu avtomobilimizda oldida, mana bu qismida radar joylashtirilgan. Bu avtomobilimizda esa shu radar yo'q. Bu radar nimalarga javob beradi bizda? Buni hali ichiga salonga kirganda men opsiyalarni tushuntirganda gapirib berishga harakat qilaman. Asosiy gapirmoqchi bo'lganim bu radar oldindagi to'siqni aniqlash uchun xizmat qiladi. Yon tarafida ham xuddi o'sha eshiklarning chetlaridagi o'sha akantovkasi qora glyansiy qilingan. Malibu XL yozuvlari va yozuvlar o'sha qora qizil qilib ishlangan. Redline komplektatsiya bo'lgani uchun. Diskalar o'zgarishsiz qolgan, lekin bu diskalar hozir umumiy stilistikani olganingizda hozir diskalar stilistikaga uncha tushmayapti. Buni ham sababini bildik. Xitoyda ushbu avtomobil sotuvda paytida 18 diskali qora diska Redline komplektatsiya o'sha qizil o'sha belgisi bilan qora 18 diskada sotuvda, lekin bizani bozorga 18 diska, bizani yo'llar, bizani sharoitdan, infrastrukturadan kelib chiqqan holda 18 diska qattiqlik qilgani uchun o'zimiz bilgan Premier diskada hozir sotuvga chiqargan. Misol uchun hozir Xitoy saytiga kirib Redline'ni ko'raman desanglar, boshqacha diska bo'lsa, hayron bo'lib yurmanglar. Orqa tarafida ham o'sha emblema, главный emblema qoraytirilgan, Malibu XL yozuvlari o'sha qizil qora qilib ishlangan. Faralar, patrubkalar hammasi o'zgarishsiz qolgan. Ikkala mashinada ham gazovoy oporalar bor. Farqlari, главный farqi bu yoqda dvigatel. Dvigatel bu yoqda ham ikkalasida ham 2 litr turbo dvigatel bo'lgani bilan texnologiya umuman boshqa. GM Ecotec dvigatellar oilasini 3-avlodiga mansub bo'lgan hozir dvigatellar. 3-avlodi eng asosiy, eng oxirgi texnologiyalar bilan 3-avlodi, faqatgina bu yoqda LTG kodoviy nazvaniyasi LTG, bu yoqda sal boshqacharoq, ichidagi ishlash mexanizmlar, prinsiplar sal boshqacharoq. Bu yoqda LSY kodoviy nazvaniyasi bilan dvigatel turibdi. LSY 2019-yilda birinchi bo'lib Cadillac XT Tour avtomobilida birinchi bo'lib debyut qilgan dvigatel. Shu paytlarda savol tug'ilishi mumkin. GM kompaniya nimaga ikkita bir xil dvigatel ishlab chiqargan? Nimaga bu bor bo'lib turib buni chiqargan degan savollarga. Bu avtomobilda dvigatelda bitta katta muammo, hozirgi zamon talabi bo'lgan silindr shut degan funksiya bor. Inglizchada aytganda, o'zbekchada silinderlarni o'chirib qo'yish degan funksiya bu dvigatelda unaqa texnologiya yo'q. Bu bo'lsa hozir zamon talabi, o'sha benzin rasxodini kamaytirish, benzin tejamkorligini oshirish maqsadida LTG dvigatelni olib boshqatdan razrabotka qilishganda mana shu natijaga erishgan. Ya'ni bu dvigatelimiz 2 litr turbo bo'lgani bilan dvigatelga keladigan nagruzkaga qarab turib, u yoqda yoki 4 ta yoki 2 ta silindr ishlaydi. Shunda agar siz bu dvigateldan misol qiyalikdan sal pastligiga tushayotganda gazni oyog'ingiz olib qo'yib
mashinani o'zini shunchaki qo'yib yuborsangiz, misol uchun 4 ta silindr ishlab turish shart emas. 2 ta silindr avtomatik o'chadi. Qolgan 2 tasi qoladi. Shunda bu 1 litr 2 silindrli dvigatelga aylanib qoladi. Shuni hisobida общий kombinirованный holatda bu avtomobilning dvigateli bunga nisbatan ancha tejamli chiqadi. Undan tashqari yana bitta GM yangi motor razrabotka qilishiga bo'lgan talabidan bittasi avto start stop funksiyasi. Primer pozitsiyada avto start stop bizda bo'lmagan. Avto start stop to'g'ri 2 litr LTG dvigatelga ham bunaqa funksiyani joriy qilib ko'rishgan, lekin kutilgan natijani bermagan. Chunki u razrabotka tegidan avto start stopga mo'ljallanmagan dvigatel bo'lgani uchun bunga avto start funksiyani qo'shgani bilan bu kerakli o'sha tejamkorlikni bera olmagan. Lekin ushbu LSY dvigatelda avto start stop funksiyasiga tegidan mo'ljallangani uchun bu dvigatelda avto start stop funksiyasi ancha-muncha yoqimli tejamkorlikka yordam beradi va undan tashqari bu funksiyani o'chirib yoqish imkoniyati bor. Ushbu dvigatelimizda esa avto start stop funksiyasi o'chirib yoqish imkoniyati bo'lmagan. Primer pozitsiyada avto start stop bo'lmagan. Xuddi shu dvigatel Chevrolet Equinox avtomobili 2020-yil bizda O'zbekistonda sotilgan modelda avto start stop bo'lgan, lekin o'chirib yoqish imkoni yo'q edi. Va unchalik rasxodga katta yordam bermagan. Uni menimcha Equinox haydovchilari juda yaxshi bilishadi. Xo'p, demak, biz ko'rayotgan dvigatellarimizda asosiy farq shu. Birinchisi yoqilg'i tejamkorligi, ikkinchisi avto start stop funksiyani mavjudligi. Undan tashqari korobkaga keladigan bo'lsak, ushbu primer pozitsiyadagi bizning motorimizda 6 talik uzatmalar qutisi bo'lgan. To'g'ri Amerikada yoki Xitoyda adashmasam 9 talik bilan sotilgan primer ham, lekin hamma shu savolni beradi menga, nimaga 9 talik bizga kirib kelmagan? Chunki O'zbekistonda 9 talik peridachi homologatsiyadan, sertifikatsiyadan o'tmagan. Shuning uchun tayyor 6 talik bilan bizga postavka qilingan. Lekin mana bu ko'rib turgan avtomobilimizda uje eng oxirgi GM gidromatik transmissiya oilasiga mansub bo'lgan 9 talik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Bu ham bizga nima beradi? Yoqilg'i tejamkorligi birinchi navbatda mashinani razgon olishida yoki mashinani maksimal tezligida oshirishga yordam beradi. Demak, maksimal tezligi degandan keyin endi mashinani xarakteristikalariga o'tamiz. Demak, bu ko'rib turgan dvigatellar primer pozitsiyasida 253 ot kuchini bergan bo'lsa, hozir yangilangan versiyasi 233 ot kuchini beradi. Agar krutyashi moment, ya'ni aylantirish momentini hisobga oladigan bo'lsak, ushbu avtomobilimizda 353 Nm, bu avtomobilimizda 350 Nm. Shu payt sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Nimaga yangilangan avtomobilda ot kuchi kamroq, deyarli 20 ot kuchiga kamroq va aylantirish momenti kamroq? Sababi bu LSY oilasiga mansub bo'lgan dvigatelda GM nima qilgan? GM kompaniyasi nima qilgan? Benzinga bo'lgan kapriz deydi, xalq tilida kapriz deyiladi. Mana bu dvigatel qanchalik benzinni sifatiga bo'lgan talabchanligini ko'pchilik biladi. Shu talabchanligi sal kamaytirish uchun, yumshatish uchun ham ushbu avtomobil sal boshqacha kalibratsiya qilingan. Sal yumshoqroq kalibratsiya qilingan. Shuni hisobiga ham bu dvigatelimiz hozir o'sha ot kuchi jihatdan, ozgina quvvat jihatdan bu avtomobilga boy beradi. Lekin buni kompensatsiya qilish uchun 9 talik uzatmalar qutisi o'rnatilgan, lekin shunda ham agar to'g'risini ochiq gapiriladigan bo'lsa, bu ikkala avtomobildan hozir mana bu chap qo'limda turgan Redline komplektatsiyadagi avtomobilimiz ozgina o'sha dinamika jihatdan boy beradi. To'g'ri, benzin sarfi zo'r, to'g'ri ishlash diapazoni keng, lekin dinamik jihatdan ozgina boy beradi. Lekin buni ham bitta yaxshi tarafi bor. Nimaga? Bu dvigatelni razrabotka qilayotganda GM kompaniyasi bu oldingi dvigatelda bitta kamchiligi bo'lgan diapazoni, ishlash diapazoni, kuchini diapazonini sal qisqartirishi, ya'ni boshlang'ich nuqtasini qisqartirish xohlashgan. Ya'ni bu ushbu avtomobilimiz 2000 оборотdan o'sha maksimal mощность keladigan bo'lsa, maksimal aylantirish quvvati bu avtomobilimizda o'sha 1500 оборотdan maksimal aylantirish quvvati keladi. Bu degani bu avtomobilimiz pastroq оборотda ham ko'proq kuchlanishga ega bo'ladi bu avtomobilga nisbatan. To'g'ri, bu qo'zg'alganda, mashina yurayotganda bu narsa seziladi, lekin endi to'g'ri pik holatida, maksimal holatida ozgina bu avtomobil kuchliroq chiqadi. Undan tashqari dvigatel va transmissiyadan tashqari deyarli bu yoqda o'zgarish yo'q. O'sha ko'rib turgan bo'lsanglar, akkumulyatorlar, boshqa barcha qismlar deyarli bir xil. Faqatgina yana bitta farqi bor. Turbo
magnetometer, ya'ni turbo zaryadlash bu avtomobilimizda o'rnatilgan joyi sal boshqacha, orqa tarafga ko'chirilgan, bu yoqda esa oldi tarafda bo'lgan. Farqi shu. Shuni hisobiga ham turbo orqada bo'lgani uchun ham kapotiga qo'shimcha mana bu issiqlikni o'zida yutuvchi, issiqlikda bardoshli bo'lgan materialdan mana bu qo'shimcha o'zgartirish kiritilgan. Bu avtomobilimizda esa ko'rsanglar mana unaqa narsalar yo'q. Chunki turboni joylashgan holatiga qarab issiqlik asosan shu joydan bu mashinada chiqadi. Xo'p, mashinaning dinamik xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, primer pozitsiyasiga o'sha bizdagi sotuvda bo'lgan avtomobilimizning maksimal tezligi 215 qilib kitobida belgilangan. Bu avtomobilimizda esa bu ko'rsatkich sal balandroq, 220 km/soat. Ot kuchi kam bo'lishiga qaramasdan ko'proq, chunki uzatmalar qutisi bu yoqda o'sha 9 talik bo'lgani uchun. Undan tashqari razgon, ya'ni 0 dan 100 ga chiqishi sal boy beradi. Bu avtomobilimizda bu 6,5, 6,7 taxminan shu atrofda bo'lsa, bu avtomobilimizda tekis 7 sekundda 100 ga chiqadi deb kitobida belgilangan. Razgonda, demak, razgonda sal yutqizadi, no maksimal tezligi balandroq chiqyapti. Endi avtomobilning boshqa texnik qismlariga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda o'sha tormoz tizimlari, boshqa tizimlarda umuman farq yo'q deyishdi bizaga. Lekin ko'rinishidan bu avtomobilda o'sha klirensi, yerdan balandligi sal pastroq tuyuldi u avtomobilga nisbatan. Bu vizualniy, yana bilmadim. Bu narsa juda ko'p narsaga bog'liq. Shuning uchun aniq bir narsa deyish qiyin, lekin kitobida ikkalasi bir xil deb yozilgan. Demak, diskalari ham bir xil, hamma narsasi bir xil. Bu yoqda yana bitta farqini ko'rdik, balonida. Bundan oldingi o'sha Premier avtomobilimizda Bridgestone Potenza o'sha baloni shinasi bilan kelgan bo'lsa, bu avtomobilimizda hozir Goodyear balonlar taqilgan ekan. Amerikanskiy Goodyear balonlari bu qanchalik ekspluatatsiya dozini yaxshi ko'rsatadi, buni ekspluatatsiya paytida bilish mumkin. Lekin o'sha bunda ushab ko'rganimizda deyarli bir xil kompaundi, deyarli bir xil tuyuldi bizaga. Lekin bu bitta farqi, bu avtomobilimiz dagi o'sha baloni high efficiency deb yozilgan. High efficiency balon обычный balondan farqi rolling resistance deydi. Ya'ni aylanishga qarshilik darajasi sal pastroq bo'ladi. Aylanishga qanchalik g'ildirayda aylanishga qarshiligi past bo'lsa, shunchalik rasxodi mashinani kam bo'ladi. Men shuni bildimki, avtomobilda maksimalni benzin tejashga harakat qilingan, shuning uchun low resistance tire, ya'ni qarshiligi kam bo'lgan balonlar taqilgan ekan. Demak, texnik tarafdan avtomobilni menimcha deyarli to'liq tushuntirib berishga harakat qildim. Endi salon qismiga o'tamiz va oldin bagajdan boshlaymiz. Demak, bagajimizda obshivkalar, boshqa taraflari Premier bilan bir xil, hech qanaqa men farqini ko'rmayapman. Demak, audio sistemani kolonkalari, bu yoqda sumka va uni tagini ochib ko'radigan bo'lsak, zapaska. Bizda o'sha Dakatga qo'yilgan ekan, kichkina razmerli balon. Demak, umuman deyarli farqi yo'q. Endi salonga nazar solamiz. Demak, eshik kartidan birinchi bo'lib salonga sayohatni boshlaymiz. Demak, bu yoqda ko'rib turganimiz kojinniy o'sha kart. Eshik kartida umuman farqi yo'q. Bittagina farqi mana bu tikilgan iplari qizil bilan tikilgan. Avtomobil redline bo'lgani uchun qolgan hamma narsasi bir xil. O'sha ikkita odamgacha bo'lgan xotira, sidenya xotirasi, o'rindiq xotirasi, eshikni yopib ochish, oynalarni boshqaruvi va o'sha oynalarni ko'tarib tushirish. Xuddi o'sha Premier pozitsiyasiga o'xshab, faqat oldi ikkita oynasida avtomatik ko'tarib tushirish funksiyasi bor, orqalarida unaqa yo'q. Akustika tizimi Bose o'zgarishsiz. Endi salonga nazar solamiz. Xo'p, bu avtomobilimizda ko'rib turgan, ko'zimiz tushib turgan hamma narsa deyarli o'sha. Men hech qanaqa boshqa farq ko'rmayapman. Ba'zi bir funksiyalari, ba'zi bir funksionaldagi knopkalarni hisobga olmaganda, arxitektura, dizayn, hamma narsasi bir xil. Demak, o'rta qismlari perforatsiyali koja, o'sha teshik koja bilan qilingan. Bularning hammasi o'sha Premier pozitsiya bilan bir xil, faqat o'sha tikilishini rangini hisobga olmaganda. Ochiladigan panorama tom o'zgarishsiz qolgan. Faqat mana bu qismida OnStar va SOS knopkalari bor. Bu knopkalar bizani bozorimizda ishlamaydi. Sababi OnStar o'zi ko'p gapirishadi. OnStar nima? GM kompaniyasini nima deydi? Favqulodda yordam berish xizmati bor. Misol avariya bo'lgan paytingizda OnStar bosib yordam chaqirishingiz mumkin. Shunaqa xizmati bor. Shuni chaqirish xizmati knopkalar joylashgan. Lekin bu bizani bozorimizda ishlamaydi. Chunki bizani favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan bu narsa hech qanaqa ulangan bog'liqlik joyi yo'q. Asosiy o'zgarish shu qismida. Bizda demak, adaptivniy cruise kontrolimiz bor. Adaptivniy cruise control o'sha boya radarni ko'rsatdim. Oldindagi avtomobil bilan distansiyani oldindagi avtomobil bilan tezlikni belgilab qo'yganingizda o'sha avtomobil bilan birgalikda nima deydi, harakatni davom ettiradi.
Va bu avtomobilni qo'shimcha tarzda frontalniy stolkновение, ya'ni oldindan borib urilishini oldini olish maqsadida oldindagi radari oldinda bo'ladigan xavfni, oldindagi to'siqni sezib, o'z avtomatik to'xtash imkoniyatini beradi. Bu knopkamiz bizga o'sha polosani ichida, yo'lda polosani ichida avtomobilni ushlab ketish imkoniyatini yaratadi. Mana bu knopkamiz bo'sh turibdi. Bu primer avtomobilimizda bu yoqda rulni isitish tizimi mavjud bo'lardi, lekin bu avtomobilda yo'q. Sababi avtomobil Xitoy bozori uchun ishlab chiqarilgan. Xitoy bozorida rul isitish funksiyasiga talab bo'lmaganligi uchun GM avtomobil kompaniyasining deyarli barcha avtomobilda mana shu rul isitish tizimi Xitoy bozori uchun qo'llanilmaydi. Bu yoqda biz ko'rib turibmiz, avtomatik dalniy управление, ya'ni dalniy farani avtomatik boshqarish tizimi mavjud ekan. Ya'ni mana bu joyda joylashgan kamera yordamida avtomobil doim kechki payti oldinda kelayotgan mashinani aniqlab yuradi. Agar oldinda mashina bo'lmasa, oldinda hech qanaqa farani sezmasa, dalniy farani avtomatik tarzda yoqadi. Agar shu funksiyani biz yoqib qo'ysak, markaziy panelga qaraydigan bo'lsak, displey o'sha men shu narsani meni hayron qoldirdi. Sababi Xitoyda ushbu avtomobil 10 dyumli displey bilan ishlab chiqariladi. Nimagadir bizga o'sha oddiy Premier'ni 8 dyumli ekrani bilan kelgan. Menyu hamma narsasi o'sha. Endi undan pasivda ko'ramiz, bitta yangi knopka qo'shilgan. Bu avtomatik start stop knopkasi. Bu knopka bizga nimani beradi? Avtomobil o'sha Equinox haydovchilar juda yaxshi bilishadi. Avtomobilga kelib to'xtaganda oyog'ingiz agar tormozda turgan bo'lsa, mashinani o'chiradi. Yana gazni bosmoqchi bo'lganingizda mashinani o't oldirib, keyin harakatga keladi. Avtomatik mashinani o'chirib yoqish funksiyasi. Bu yoqilg'i tejash uchun juda ham yordam beradi. Undan pastdagi panelimiz Premier bilan bir xil, o'sha sideniyani sovutish, isitish, duh zonali klimat kontrol, ikkita zonali klimat kontrol va boshqalar. Premier avtomobilimizda ikkita knopka turardi, ya'ni mana bu elektron stabilizatsion sistemani o'chirib yoqish va old va orqa parkovishni sensorlari ni yoqib o'chirish. Shu ikkita knopka turardi, endi bu yoqda 4 ta. Ya'ni mana bu ikkita knopka qo'shilgan. Ya'ni mana bunisi avtomatik avtomobilni parkovka qilish funksiyasi. Buni hali haydaganda buni demonstratsiya qilib ko'rsatamiz. Undan tashqari sport knopkasi qo'shilibdi. Bu narsa menga juda ham yoqqan, avtomobilda juda ham yoqqan jihatlardan bittasi shu bo'ldi. Sababi Malibu avtomobili Premier'ga haydaganman. Premier'da bitta menga juda ham yoqmaydigan jihatlardan bittasi ruli juda ham yengil. To'g'ri, shahar ichida yurganingizda rul yengil bo'lgani yaxshi, lekin katta trassada bu narsa sal odamga yoqmasdi. Bu sportivniy mashinani sportivniy xarakterini buzib qo'yardi. Lekin mana shu sport knopka qo'shilibdi. Bu sport rejimi yoqqaningizdan keyin rul og'irlashadi va avtomobilni gazga bo'lgan reagirovать qilishini, gazga bo'lgan reaksiyasini tezlashtiradi. Misol uchun mana sport rejim yoqdik. Reaksiya juda ham tez. Sport rejimni o'chirganimizda reaksiya unchalik emas. Sportda reaksiya juda ham sezilarli darajada tez. Bu narsa menga yoqdi. Simsiz quvvatlash tizimi bu avtomobilda yo'q ekan. Shu narsa menga yoqmadi. Nimaga? Bu avtomobil bilishimcha eng maksimal pozitsiyada, komplektatsiyada nimagadir simsiz quvvatlash bu avtomobilda yo'q. Va yana bitta qo'shimcha narsa, mana bu yoqda bizda qo'shimcha ya'ni frontal urilishdan, frontal udardan ogohlantiruvchi chirog'imiz o'rnatilgan. Ya'ni sizda oldinda qanaqadir to'siq xavfni sezgan paytida mana shu yerdan lobovoyga qizil chiroq yonib sizni haydovchini ogohlantiradi. Chunki bu yoqda chiroq yongan paytda lobovoyga tushib, haydovchini ko'ziga to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot beradi. Oldinda to'siq bor, ehtiyot bo'l degan. To'g'ri, aytishinglar mumkin, bu narsani, bu ogohlantirishni tabloga ham qo'ysa bo'lardi. Yo'q. Haydovchini ko'zi yo'ldami? Birdaniga uni ogohlantirish uchun tabloga emas, to'g'ridan-to'g'ri ko'ziga bu narsani tushirgan yaxshiroq, effektivniroq. Chunki siz tabloga to qaraguningizcha bu narsa yaxshilik bilan tugamasligi mumkin. Demak, avtomobil orqa qismiga o'tirdik. Umuman farq sezmadim. Bittagina farqi o'sha orqa o'rindiqlarni isitish funksiyasidan bu yoqda voz kechilgan. Va bo'ldi, boshqa umuman farq yo'q. Xo'p, avtomobilingizni birinchi navbatda avtomatik parkovka tizimini hozir ishlatib ko'ramiz, qanchalik yaxshi ishlaydi. Mana ko'rib turibmiz, chap tarafimizda avtomobillar turibdi, shu o'rtada joy bor. Qani avtomobilimiz taniydimi yo'qmi shu narsani? Bu uchun biz mana mashinada keldik, to'xtadik. Mana bu yoqda ko'rgan shu 3-knopkamiz, parallel parkovkani aniqlash, yordam berish, assistent funksiyasini yoqdik. Endi ko'ramiz. Qani nima deydi mashina. Shu payt biz tanlab olishimiz kerak. Parallelni parkovkani bosgandan keyin tanlab olamiz. Demak, bizda so'rayapti, qanaqa parallelni parkovkami yo ikkita mashinani
Gorizontal, vertikal qanaqa holatda parkovka qilamiz? Demak, biz ham mashinani ikkalasini orasiga tiqadigan bo'lsak, hozir bizga gorizontal rejim kerak va so'rayapti, chap tarafdagi mashinami, o'ng tarafmi? Biz chap tarafga parkovka qilamiz. Endi davom etamiz. Demak, mana joy topdi, endi bizga orqaga yurishga imkoniyat beryapti. Demak, biz bu uchun nima qilamiz? Reverse rejimga qo'yamiz, R rejimiga va shunchaki tormozdan oyog'imizni olib turib, mashinaga o'ziga haydashni topshiramiz. Tormoz ushlab turgan ma'qul. Mana mashinaga yaqin keldi. Endi biz D rejimiga qo'yamiz. To'xtadik. Signal berganda tormozni bosish kerak. Keyin yana R rejimiga qo'yamiz. Bo'ldi. Mashinani parkovka qildik. Idealniy. Mana hozir ikkala bokovoy oynadan ko'raman, yon oynalardan mashina ideal ravishda o'sha ikkita palasan o'rtasiga juda ham chiroyli qilib parkovka qildi. Juda ham zo'r ishlayapti. Bu mashinada ikkita tarafida rejim отслеживания слепых zon deydi. Ya'ni haydovchiga ko'rinmaydigan qismlarni ogohlantiruvchi, xavfdan ogohlantiruvchi chiroqlar. Ikkala yon oynalarimizda mana shu burchagida shu chirog'imiz yonadi qachonki o'sha qaysi tarafimizdan mashina kelsa. Xo'p, endi biz avtomobilimizdagi pedestrian protection, ya'ni oldindagi peshxodni aniqlash, yo'lovchini aniqlash funksiyasini ishlatib ko'ramiz, qanchalik yaxshi sezadi. Qani ketdik. Va qizil yondi, tabloda. Men shu payt to'xtadim, men ogohlantirish berilgani uchun. Bu juda ham zo'r ishlayapti bu funksiyasi. Bu avtomobilimizda havoni tozalab berish funksiyasi ham bor ekan. O'zi Xitoyda pandemiyadan keyin havoni, ko'chadagi havoni tozalab, filtrlab, salonga kirgizish bo'yicha qattiq talablar joriy etilgan. Shu talab asosida bu avtomobilda ham hozir shunaqa tizim bor ekan. Ya'ni pandemiya bo'lgan paytda ham siz hech qachon tashqaridan hech qanaqa koronavirusni salonga kirishiga yo'l qo'ymaysiz. Zo'r. Bu avtomobilni mana biz qo'limizdan kelgancha hamma testlarni qilishga harakat qilib ko'rdik. Mana shu qisqa masofada hattoki drag racing ham qilib ko'rdik. Mashinani tezlanishini tekshirish uchun qisqa masofada to'g'ri deyarli farq sezilmadi. Aytishinglar mumkin, bu avtomobilda ot kuchi ko'proq, nimaga farq sezilmadi? To'g'ri, ot kuchi ko'proq, lekin bu avtomobilda 9 talik uzatmalar qutisi va sport rejimi bor. Shuni hisobiga deyarli qisqa masofaga raznica farq bermadi. Lekin uzoqroq masofada to'g'ri bu avtomobilda ozgina ustunlik bo'lardi. Lekin maksimal tezlikdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu avtomobilimiz 5 km/soatga tezroq yurar ekan kitobi bo'yicha. Videoni ko'rganinglar uchun hammaga rahmat, sog' bo'linglar.